Endiki leksiyimizga diqqat qiling va e'tibor bilan hurmatli vatandoshim. Men bugun bu leksiyani kechalab tayyorlab chiqdim. Boshda shunchalik aytdim, hamda davom bu natijalarni ko'ring. Vah! Pashchaq ketganini ko'rdingizmi? Xudo saqla Allah. Mavzu bunda hurmatli vatandosh. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir komiteti Jungoning 1 million nafar Uyg'urni qayta tarbiyalash qamoqalligidan iborat masalaga javob berishini talab qildi. Mavzuli xabar 8-oyning 11-kun Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. New York Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir komiteti bunday ko'rsatdi. Nurg'un shashlik dokladlar oshkorlandiki, 1 millionga yaqin Uyg'urlar maxfiy nazarbandga ilindi. Beijing diniy radikalistlarga zarba yurib muqimlikni qo'g'dash nomida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonini allaqachon maxfiyatlik qoplab turgan zo'r ko'lamlik yig'ib olish lageriga yoki bir xil huquqsiz rayonga aylantirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy kamsitish komiteti haftaning 5-kuni juma kuni Jungoning irqiy kamsitishga qarshi turish xalqaro ahdnomini tekshirish ahvolini muhokama qildi. Xinjiangda Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli bu komitetning qattiq diqqat qilishini qo'zg'adi. Bu komitetning a'zosi Gay McDougall nurg'un dokladlarni hisobga olib mundaq ko'rsatdi. Xinjiangda bir qancha million Uyg'urlar va musulmonlar oz sonli millatlar siyosat singdirish uchun qayta tarbiyalash lageriga majburiy qamaldi. Bir necha million Uyg'ur qayta tarbiyalash lageriga solandi. Gerçi bu Dugal xonimning tunji qatim fikr qilishi vaqt to'shdi degan gap bilan o'zib o'tilgan bo'lsa-mu, lekin keyin fikr qilganda bu xonim, ya'ni Dugal xonim, Jungo vakillar umikining bir qancha million Uyg'urni qayta tarbiyalash lageriga qamoqligi to'g'risidagi masalaga javob berishni qat'iy talab qildi. Dugal xonim bunday ko'rsatdi. Men Jungo vakillar umikining nurg'un davlatlarda tilga ilingan bu rayonda bir necha million Uyg'urning nazarband qilinganligi masalasiga javob berishini umid qilaman. Men sizlardan so'rab baqayki, tafsiliy sabablarni oshkorlab bering. Nemishqi kishilar atalmış qayta tarbiyalash lageriga qamaldi. Ular zada qandaq normal tartiblar bilan ta'min etildi. Bu qiliqlarni shunda qilishning qonun asoslarini bizga aytib bera olamsiz. Saqchilarning ularni qamoqqa solash to'g'risida doklati bormi yo'q? Sizlar bizga bu xil dokladning qo'shimcha nusxasini bera olamsizlar. Bu yig'ib olish tarbiyalash lagerlarining nima maqsadda qurilganligini bizga tushuntirib qo'ya olamsizlar. Hamda qayta tarbiyalash lagerlarida nima ishlarning yuz berganligini tushuntirib qo'ya olamsizlar. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitish qarshi turish komitetining a'zosi Dugal xonimning qo'yayotgan savollari. Jungolikqa qo'yayotgan savollari. Bu xonim Dugal xonim, ya'ni Jungo hukumati yo'lga qo'ygan Uyg'ur o'quvchilarni chet eldan qaytarib kelish siyosiy masalasini o'ttirga qo'ydi. Bu yillarda o'z ixtiyori bilan yoki majburlab Jungoga qaytarilgan o'quvchilarning holi zodi nima?
Bu hanem, Dugal hanem mındak görsetdi. Doklattı mındak değildi. Tayland, Kamboçya, Malaysia hem de 2017 yılı Mısır'dan, Türkiye'den kaytırılgan Uygur okuğuçularının ahvalı doğrusunda toxtaldı. Dugal hanım mındak görsetdi. Doklattı deyilişçe bir neçe yüz adam izdireksiz gayip oldu. Bəzilə nəzərbənd qılındı, bəzilə törmüdü öldürüldü, vefat oldu. Dugal hanım Cüngü hükümetinin doklatı karıştırıp mukamlıklı qoğdaş. Bahanesi de Uygurlarına bastırganlığı doğrusudur ki, nurgun doklatlarga qattiq dikkat kıldık. Bu hanım yani mındak görset, Şinjan'da Musulmanların örüp adetlerini qoğdap qilish, salam saat qilishlerini qoğdap qilish, sakal qo'yish, hijab tartish, adetlerini qoğdap qilish, hatta devlet başqurishidagi televiziya programmalarını ko'rishni rad qilganligi qatorliq ishlarning hammasi de doirlarning nazarida jinoyat hisoblanib kishilarni nazarband qilishning bir sababi bo'lib qoldi. Kichik mavzu zo'r ko'lamda nazorat qilish va qonun tartiblari davomini anglaysiz hurmatli vatandosh.